Boplabdan lekin buni. To'kda qancha yuradi deb o'ylaysan shu? Tak, o'ylashga shoshilmaymiz. Ushbu ko'rib turgan uylar sotilmaydi, lekin biz bu uyga 20 yillik tajribaga ega bo'lgan pardachilar bilan birga parda o'rnatishga kelganmiz. Uyni zo'r remont qilib turib, pardadan pul qizg'onishlik xuddi ustingizga chiroyli kostyum kiyib, pastiga shim kiymaslik bilan barobar. Shuning uchun har bitta xonani remontidan kelib chiqib, uni remontiga mos tushadigan hamda uy egalarini didiga mos qilib pardani tanlashlik uncha pardachilarning qo'lidan kelmaydi. Bunda sizga Guliston shahri va Sirdaryo viloyatining deyarli 90% uylariga parda qo'ygan hamda 20 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan Gulnor opam yaqindan yordam beradilar. Parda o'rnatish, pardalarni yuvish va shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamlar yoki aynan mana shu Instagram profili orqali murojaat qilishingiz mumkin.